Shunday ekan, agar u zot bir ishdan qaytarsa, hech qanday savollarsiz qaytasiz. Unga savol bermasdan itoat qilinadi. Aha, lekin men uning yaratganlaridan hayratlanmayman, chunki bular u uchun hech narsa-ku. Ha, Alloh uchun hech narsa, lekin biz bilan taqqoslaganda axir ular mo'jiza-ku. To'g'ri. U biz bilan taqqoslaganda shunday. Shuning uchun butun koinotni hech qanday qiyinchiliksiz yaratgan zot alkogol iste'mol qilishdan qaytarsa, unga bo'ysunamiz. Ha, men unga bo'ysunaman, lekin men nega uning yaratganlaridan hayratlanishim kerak? Agar Bill Gates menga $100 bersa, bundan hayratlanishim kerakmi? Men bunga oxirgi javobimni beraman. Agar Bill Gates sizga $100 bersa, nega hayratlanish kerak? Buni nimasi hayratlanarli? Do'stim, savol shuki, umuman Bill Gates sizga nega $100 berish kerak o'zi? Agar qaysidir yer qazuvchi yoki ko'chadagi kimdir $100 berdi, Bill Gates bo'ldi, tushundim. Tushundingizmi? Ha, ana endi tushundim. Bu javob qoniqtirdimi? Ha, bu aniq javob.